sal masalaga siyosiyroq yondashmoqchiman. Ya'ni juda ko'p mamlakatlarda demak demokratik fondlar bor. Ya'ni aytaylik bevosita jamoatchilik faoliyati bilan shug'ullanadigan odamlarga grantlar beriladi. Ular kichkina tashkilotlar tuzib, katta mablag'lar olib, demak fuqarolik jamiyati sifatida nima qiladi? Ya'ni harakat qiladi. Bizda demak aytaylik blogerlarimizni qorni to'ydiradigan, ularga bir dasturxoniga qoranon bir berib turadigan darajada pullar bo'lmasa, demak odamlarga ular nima bo'lishadi? Zavismiy bo'lishadi, ya'ni qaram bo'lishadi va noxolislik bir tomondan davom etadi. Bu masala bo'yicha juda ko'p gapirganmiz. Demak, ikkinchi demak suhbatimizdan kelib chiqadigan nima? Xulosa bu sudlarning mustaqil emasligi. Endi afsuski bizda sud tizimi, men o'zim ijtimoiy tarmoqlarda juda keskin yozyapman, sud tizimi inqirozga uchrab bo'ldi, sud tizimi allaqachon rudimentga aylanib bo'ldi. Ya'ni rudiment degani bir ishlamaydigan bir a'zo ma'nosida keladi.